Bu gapim o'tirdimi? Men o'ylayman o'g'lim. Mani galimi? Agar qo'zgani bor, mendan urib kompyuter olib qo'yadigan bo'lsangiz, men oyimga borayim, 3 ta qiz bilan gaplashishga yetib beraman, tushundingizmi? Yo'q, ha, to'letda belgilab sizga aytgan edi, men yetib beraman o'yimga, tushundingizmi? Kompaniya bor-ku, hozir oyim bilet sotadigan aviatsiya. O'shani bilet olishni to'g'rimi? Men bilan o'yinga bilan ushani oyimga yetib beraman. O'zingiz shularni tashlab ketilib ketavermoqchisiz-ku? Men sen adam shunchagidan 100 ming o'g'irlaganingni yetib beraman, tushundingmi? Yeta olmaysiz. Nega yeta olmaysiz? Yeta olmaysiz. Voy. Hali shunaqami? Voy. Adam, Sen hali cho'mchagingda pul o'g'irlayapsanmi? sen chet elga ketavermoqchimisan aviatsiyasidan bilet olib? Hali o'yin ishdan kelsin, senlar bilan boshqacha gaplashamiz. O'yinga yetib berasizmi? Hammasini zapis qo'yganman, qo'yib beraman. Hali shunaqami? Ha? Aka, Agar oyimga yetib bersangiz, uyda hech kim yo'qligida, qo'shni Natasha opani olib chiqib, uyda o'tirganinglarni hammasini yetib beraman oyim. ko'patma. Yo'q. Birinchi bu o'ynasin. Keyin sen o'ynagan turib, talashmalaring nima qilasizlar talashib, to'g'rimi? Aniq oyimga yetamanmi deyman. Birinchi uka o'ynasin.